Azizlar, charchamayapsizlarmi? Azizlar, anchadan beri ko'rishmadik. Xullas, azizlar, rezolutsion ko'rib turibsizlar. Hozir buni shunday ochamiz. Akalar, aka-ukalar, qarashingiz mumkin. 013 ta. Hop, 111 va. Aka-ukalar, xuddi shunga o'xshagan raqamni kamida 200 yoki 300 million so'mga olgansizlar. Hozirgi kunda raqamlar arzonlab ketganini hisobiga hamma diqqat o'tirgan bo'lishi mumkindir. Men shu 300 millionga raqam olganman, 500 millionga raqam olganman, 200 millionga raqam olganman, lekin o'sha raqamlar narxi 7 millionga tushib qoldi. Yo'q. Siz olgan raqamlar mana bu yoqda bukva kombinatsiyasini terdirgansiz. Bukva kombinatsiyasini terdirish hali bugungacha o'zgarishsiz qolgan. Deylik siz 021 3 ta bukvasi bir xillik, ya'ni 3 ta O oladigan bo'lsangiz, hozirgi kunda o'zida 150 ta minimal ekan. Bular o'zgarmadi. Deylik 4-chi, 5-chi, 6-chi toifadagi raqamlarga bukva terish hozirgi kunda mavjud. Bemalol bukva tersangiz da bo'ladi. Lekin 1-chi, 2-chi, 3-chi toifalar, deylik 111 larga bukva terib bo'lmaydi. Xuddi shunga o'xshagan raqamni kamida 330 million so'mga olgan aka-ukalarimga mana shu videoni jo'natib qo'yinglar. Diqqat bu o'tirishmasin. Yangi yildan keyin, yangi qaror bo'yicha bayramdan keyin ism yozdirish, mana bu yerga bukva terish xuddi o'sha holicha qolgan. Bu degani, deylik ism yoziladigan bo'lsa 200-300 million so'm atrofigacha borishi yoki undan ham oshish ehtimoli baland. 3ta bir, wow, shunga o'xshagan bukva terdirish xuddi eski summa bo'yicha auksionning sistema bo'yicha ketadi. Shuni e'tiborga olinglar. Hamma joyda raqamlar ketdi, endi nima bo'ladi? Shuncha pulga raqam olganman, men kuyib qoldimmi degan narsani kallangizdan chiqarib tashlanglar. Bukva terdirganlar. Hozirgi kunda reklama joylashtirib turibmiz. Zakaz nomerlar chiqarilganlar, deylik shunga o'xshagan bukva terdirganlari, deylik sotadigan odamlar bo'lsa reklama berib turibdi, men reklama qilib turibman. 6 ming dollar, 10 ming dollar, 20 ming dollardan qo'yib turibdi. Bu haqli o'ziniki bu. Xohlasa 30 ming dollar, xohlasa 100 ming dollardan qo'ya oladi. Bu chunki o'sha vaqtda o'zida kamida 6-7 ming dollarga olgan. Deylik uni narxi tushib ketadi, yangi yildan keyin o'sha raqamni o'zini ham 7 million so'mga olaman degan fikr bo'ladigan bo'lsa, bu hech qachon unaqa bo'lmaydi. Shuning uchun e'tiborli bo'lamiz. Faqatgina mana bu raqamni o'zini narxi 7 million 4 ming so'mga tushdi. Bu raqamni o'zini narxi deganim, deylik 3ta olmoqchisizlar. Hozirgi kunda bukvasi 3 xilisi bo'ladi yoki 2 xil o'xshab qolishi mumkin. Bu bukvalar kombinatsiyasi ketma-ketlik hisobiga chiqadi. Yo'q, men 3ta W, 3ta 7 kerak desangiz, 2026-yildan boshlab terdesangiz bo'ladi. Auksionniy sistemada bu ham xuddi 200-300 million so'm atrofi dashi undan ham oshadi. Hozirgi kunda bo'lib turgan savollarga yana qisqacha javob beraman. Deylik 3ta 7 olmoqsiz, hozirgi kunda 3ta 7 yo'q. Kecha telefon qilib, aka 3ta 7 chiqdi-yu, men bu odam sotaman deb turibdi. Yo'q, akalar, men shu 3ta 7 ni birinchi olgan odam qayta o'ziga sotib olib turibdi. Shuni hisobiga 3ta 7 o'sha odam turibdi. Deylik kechani o'zida kimga dafamit bo'lgan bo'lsa, значит kechani o'zida o'sha odam pulni to'lagan bo'lishi mumkin. Shuni hisobiga bo'ladi. Shu narsa e'tiborga olinglar azizlar. Azizlar 3ta 7 yoki 007 so'rab ko'p odam hozirgi kunda ko'p odam telefon qilib turibdi. Qo'yib turibdi, qo'ymayadi emas. Deylik bir hafta davomida raqam qo'yiladigan bo'lsa, 3ta yo 4 ta kombinatsiya, 3ta yo 4 ta men bukva ketma-ketligi raqam partiyasi ochilib turibdi, shuni hisobiga qo'yib turibdi. Buni olish o'ta darajada qiyin bo'lib turibdi. Nimagaki 3ta 7 shunday sofrot ilosiga kirsangiz 3ta 7 ni abonent qilib o'tirgan odamlar son mingta. U savdoga qo'yilgan paytda sirasi qopchib olib turibdi. Aksariyatlari olib og'aynisiga beradi, olib misol uchun vaqtini zarar etib qo'yadi, o'shani hisobiga bo'lib turibdi. Shuning uchun e'tiborli bo'linglar. Raqamning narxi 7 million 4 ming so'm. Bizlar hozirgi kunda men qo'yib turibman, misol uchun 1000 dollar, 1,5 ming dollar qo'yib turgan bo'lsa, menga reklamaga chiqqanini hisobiga qo'yib turibman. Agar bizlar tomonidan 55-55 raqamlar, deylik 991-55-55 dan qo'yiladigan bo'lsa, u bizlar tomonidan sotiladigan raqamlar bo'ladi. Raqamda boshqa bir kliyentning nomeri bo'ladigan bo'lsa, shu klientga telefon qilib, klient bilan o'z bilan savdolashsangiz bo'ladi. Bu bizlarga bog'liq emas. Azizlar, kimlarga ma'lumotingiz yoqqan bo'lsa, bitta like bosib qo'ying, o'zingizning fikrlaringizni kommentariyaga tushirib qo'yinglar. Shunga o'xshagan raqamlar kerak bo'ladigan bo'lsa, tez orada murojaat qilsangiz bo'ladi.